To'rtinchi hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ahabbul a'mali ilallohi adwamuha wa in qalla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Allohga amallarning suyukligi oz bo'lsa-da davomiy bo'lganidir. Buxoriy rivoyati. To'rtinchi hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ahabbul a'mali ilallohi adwamuha va in qalla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Allohga amallarning suyukligi oz bo'lsa-da davomiy bo'lganidir. Buxoriy rivoyati.